Assalomu qizlarjonlar, xayrli kech hammaga. Kuningiz yaxshi o'tdimi? Ishlar bilan charchamadinglarmi? Miyodan nimalar zakaz qildingiz, bizga ham obzor qilib bering degan qizlar uchun. Qizlarjonlar, bu brend o'zi mashhur brend, umuman reklamaga muhtoj emas. Menimcha blogerligimni ham bilishmasa kerak, lekin o'zim rosa olgim kelib, shartda oldim. To'g'risi, yuzimga 24 yosh bo'lsam ham umuman u xuddi kosmetikalar ko'p ishlatmaganman. Hozir yoshimiz katta bo'lyapti, tan olish kerak deydi, yuzda qurib ketib, ajin tushyapti. O'shaning uchun o'zimga shartda eng yaxshi bo'lgan blogerlar maqlaydigan aynan shu hozir mashhur bo'lgan Miyoni xuddi kosmetikalardan zakaz qildim shartda. Xudo xolasa bir hafta 10 kunda ishlatib ko'rib, qanaqa ta'sir qilganini sizlar bilan yana bo'lishaman. Xo'p, qizlarjonlar, yuzim juda ham qurib ketyapti, ili ajin tushyapti, o'g'riga toshyapti deganim uchun menga xuddi shunaqa o'zligi nabor yig'ib berishdi. Ya'ni umuvvalka berishdi, yuzni namlantirar ekan, makiyajni toza qilib tozalab berar ekan, yuzni achishtirib yormas ekan, po'rlarni ochib yormas ekan.